Hürmetlik vatandaşlık siyalarımızı sözlep bulduk. Endilikte siz bilen bir işki kelime paranlaşamaz. Çünkü bu liksiyada bu kadar mühim mesele oturup koyuluptu. Birincisi Amerika, Avustralya, Hindistan, Japonya qatarlıq devlet 10. ayının 7. günü Tokyo'da Tashqi ishlar ministrleri yig'ini açdı ekan. Onun ulaplamışı bir ay içinde bunu bir möcüze değil vatandaş 10. ayının ahırda ve 11. ayının başlarında fakat Amerika bilen Japonya birleşip zor her bir manevra ötküzüldü ekan. Leksiyada deyilgandek Japonya 1945 yılı Uluq Okean urushini mag'lub bo'lgandan keyin tunji qatam Jungoga ve Jungo Kompartiyasiga qilichini yalang'ochladi yoki xanjarni yalang'ochladi deydi. Esenlardi va hurmatli vatandoshlar, biz leksiya so'zlaganda shundoq degan edik. Sana urush qilishga ruxsat yo'q. Diktatora ve başka bastırış siyasetinin bu yaptırsın, vakti kelgende sana uruş kılışma ruhsat yok degen edi hürmetlik vatandaş. Hazır siz qaraydigan bolsanız Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiyaning harbiy manevri agar Xitoy Kompartiyasining tavakkalchiligini, urush qo'zg'ash mumkinligini to'sib qolalaydigan, cheklab qolalaydigan davrga yetganda bu demak tinchlik demekdir. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya birleşip harbiy manevr qilib, Uluq Okean rayonida, Hind Tinch Okean rayonida tinchlikni qo'lga keltirdi degan gapdir. Sizlar ko'ryapsizlar, hozir 4 o'rinda harbiy manevr qilib, Jungo hukumati Tayvanga tahdid solyapti. Ve manevrdan avval Tibetda, Uyg'uristonda Furalaga tahdid solyapti. Mustamlikalarga tahdid solyapti. Bastırıvatıdır. Çünkü onu tahlil qilishga bo'ladiki, urushga tayyorlik qilish oldida qo'rqayotganini Uyg'uriston bilan Tibet ishlarida masala chiqdi degan yerda bostirish olib beryapti. Mushundaq bir paytda sen urushga tayyorlik qilayotganda endi bugun keldiki bu xabar 10. ayning oxiri va 11. ayning 5'ida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan harbiy Yaponiya harbiy manevr o'tkazdi degan so'z başta nima deyildi? Junanxayni cho'chitdi. Xi Jinpingni cho'chitdi. Ondan ikki masala, masalan, o'rtaq masala. Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'rtaq tonish kelgan masala reis Xi Jinpingni endi o'z mayliga qo'yib o'tishga bo'lmaydi. Bu intayin xatar. Xulosa. Yoki shundoq hisobladi, shundoq hukm qildi. Endi bu hukmdan, bu xulosadan kayniga yenish mumkinligi yo'q. Siz bu manevrdan 10. ayning 7. günü Tokyo'da ochilgan davlatning ministrliğini, tashqi ishlar ministrliğinin yig'ini qarab ekan vatandoshim, siz shu narsani his qilasizki, Asiya Tinch Okean, yo'q, Hind Tinch Okean rayonida, Uluq Okean rayonida nayt ciddi, nayt taxirsizlik bilan nayt zo'r o'zgarishning yetib keladiganligini shuningdan ko'rib olasiz. Çünkü urush ve yoki tinchlik Jungo Kompartiyasi uchun aytganda Tayvanga hujum qilish va yoki chekinib turib masalani tinch yo'l bilan hal qilish ochiq yo'lga keldi vatandosh, ochiq yo'lga keldi. Ya'ni Kompartiya qandaq inkas qaytirdi? Uning harbiy qismlari qandaq inkas qaytirdi? Harbiy qismlarga inkas qaytirib oldi. Hindiston chegarasiga ketayotgan harbiy qismlar avtobusda o'ltirib, yig'lab inkasni qaytirib bo'ldi. Urushmaymiz, urushda o'lishni xohlamaymiz deb bo'ldi. Endi musha armiya bilan urushga kirish yoki Tayvan bo'g'izida bir ishtirishning mumkinligi zodi qanchalik deganini qo'yib turib, bugun sizga endi Amerika, Yaponiya birlashib harbiy manevr orqali tahdid elib keldi degan gap. Buningda yana qanday mumkinlik va hurmatli vatandosh mushundaq chaqda agar Chavshan yana tavakkalchilik qilib Jungoning o'rnida Jungoga moslashib, Jungoga yordam beradigan ahvol bilan o'rnidan qo'pib midirlaydigan bo'lsa, men aytamanki, axlatdek supurib tashlanadi hurmatli vatandosh.
Çünkü bu yerda çoğun iş ketiyotidir. Asiyada siyaset tevreş ketiyotidir. Asiyada özgürlük yetip kelyapti. Asiyada Cungo Kompartiyasini gumron qilish, yo'qotish va Jungoda demokratik bir tuzumni barpo qilish. Shundaq siyosat ketyapti, hurmatli vatandosh. Biz yana qanchalik tahlil qilishimiz mumkin? Bunga birla hayron qolaman. Hayron qolganligim mening bir tahlil bo'ldi. Nimishqa? Yaponiya, Amerika ikki davlat sizga belgilab. Boshda debdi-ku, bu yerda Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlar o'zining kuchini, amaliy kuchini oshkorlab ko'rsatishla emas va yoki Amerikaning bu yerdagi astoydillik darajasining qandoq ekanligini ko'rsatishla emas. Bu masala bu yerda turdi. Eng muhim masala harbiy manevriga Yaponiyaning qatnashganligi. Yoki 1945-yildan hisoblaganda tunji qatam Jungoga va Jungo Kompartiyasiga qarshi Yaponiyaning harbiy manevriga qatnashganligi. O'yinning qizig'i mana bu yerda, o'yinning qizig'i endi boshlandi. Endi mavzu qo'ygandak 10-ay. Mushu saylam harbisidagi 10-ay. Da qandaq mo'jizalar o'tirg'i chiqdi deb bir sizlarga bir leksiya so'zlagan. Men yerda hozir Abdur nima debdi? Sizlar so'zlab bo'lgan leksiyadan boshqa 10-ayda 100 berdigan mo'jiza, ya'ni oktabrda 100 berdigan mo'jiza men bugun qo'shib qo'yay deb, mana siz bilan biz o'ylab boqmagan bir mo'jizani leksiyaga tayyorlabdi, men sizlarga leksiya qilib so'zladim vatandosh. Buning ma'nosi Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Yaponiya birlashma harbiy manevr elib bordi. Ya'ni bu yerda bir nozik taraf bor. Qayta takrorlanyapti. Mushu 10-ay ichida masalan 7-kuni Tokio yig'inidan keyin bo'lishi mumkin va yoki undan burunroq bo'lishi mumkin. Vaqt e'lon qilinmadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat sekretari Mike Pompeo Sharqiy Janubiy Osiyoni ziyorat qildi. Mushu orliqda Tayvanga tushib o'tmamdi degan masala hozir Torbetda Xitoy obzorchilarining obzorida qayta tilga ilyapti.